tinglovchilar, men Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti tibbiy va biologik kafedrasi o'qituvchisi Amon va Nargiza Muxtorovaman. Bugun sizlar bilan tibbiyot oliy ta'lim muassasalaridagi talabalar uchun biokimyo fanidan lipidlar almashinuvi mavzusini birgalikda ko'rib o'tamiz. Mavzumizga oid ko'rib chiqiladigan savollarga to'xtaladigan bo'lsak, demak, odam to'qimasi asosiy lipidlarning tuzilishi, tasnifi, odam organizmi uchun xos bo'lgan yog' kislotalari va ularning ahamiyati, zaxira va protoplazmatik lipidlar, yog'larning hazmlanishi, odam organizmi uchun yog'larning resintezining ahamiyati, xilomikronlarning hosil bo'lishi va lipidlarning transporti, lipoproteinlarning ahamiyati, yog' to'qimasida yog'larning to'planishi va ularning sarflanishning adrenalin yordamida boshqarilishi, lipaza faollashining shalg'ala mexanizmi, yog' kislotalarining almashinuvi, yog' kislotalari katabolizmining fiziologik ahamiyati, yog' kislotalarining biosintezi kabi savollarni birgalikda ko'rib o'tamiz. Lipidlar gidrofob tabiatli organik moddalar bo'lib hisoblanadi. Lipidlar odam organizmida zaxira sifatida to'planadi. Biz buni quyidagi rasmda ko'rishimiz mumkin. Asosan odam organizmida zaxira sifatida, demak, buyrak atrofida, vitselar yog'larda, panja yog'larida, suyakda yog'lar, hamda teri ostida yog'lar, muskullar aro yog'lar, jinsiy sohalardagi yog'lar orqali zaxira sifatida to'dalanib boradi. Lipidlarning tasnifiga to'xtaladigan bo'lsak, lipidlarni 3 sinfga bo'lib tasniflashimiz mumkin. Birinchisi oddiy lipidlar, murakkab lipidlar hamda ularning o'tmishdoshlari va hosilalari. Xo'sh, oddiy lipidlarga nimalar kiradi? Oddiy lipidlarga mumlar, steroidlar, neytral yog'larni kiritishimiz mumkin. Murakkab lipidlarga glikolipidlar, protolipidlar hamda fosfolipidlar misol bo'la oladi. Ularning o'tmishdoshlariga esa yog' kislotalari, xolesterin, yog'da eruvchi vitaminlar, steroid gormonlar va keton tanachilari misol bo'la oladi. Lipidlarning asosiy vazifasi funksiyasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, lipidlar organizmda juda muhim biologik moddalar bo'lib, ularning asosiy vazifasi bir nechtadan iborat. Birinchisi, ya'ni energiya vazifasi. Lipidlarning organizmda eng ko'p energiya beruvchi modda, ya'ni 1 gram lipid parchalanganda 9 kilokaloriya energiya hosil bo'ladi. Keyingi vazifasi esa zaxira, ya'ni organizmda ortiqcha energiyani biz yog' sifatida saqlab qo'yamiz. Keyingisi hujayra membranasining asosiy qismi, ya'ni fosfolipidlar hujayra devorini tashkil etadi. Gormonlar va vitaminlar manbai bo'lib hisoblanadi. Steroid gormonlar D, E, K vitaminlari lipidlar tarkibida hosil bo'ladi. Issiqlikni saqlash, ya'ni teridagi yog' qatlami bizni sovuqdan himoya qilib turadi. Ichki organlarni himoya qilib turadi. Yog' qatlamlari buyrak, jigar va boshqa organlarimizni tashqi mexanik zarbalardan bizni himoya qilib turadi. Bu yerda ham lipidlarning vazifasini ko'rib o'tishimiz mumkin. Organizmda joylashishiga qarab lipidlarni 2 turga bo'lamiz. Sitoplazmatik lipidlar hamda rezerv, ya'ni zaxira lipidlarga bo'lib o'rganamiz. Sitoplazmatik, ya'ni hujayra membranasidagi yog'lar hisoblanadi. Rezerv yog'lar esa, ya'ni zaxira yog'lari bo'lib hisoblanadi. Sitoplazmatik yog'lar deyarli hech qachon sarflanmaydi. Rezerv yog'lar esa qachonki biz och qolgan paytimizda yoki kuchli og'ir mehnat bilan shug'ullanganimizda bizga energiya berish maqsadida biz undan foydalanamiz. Sog'lom odamlar lipidlarning umumiy miqdori tana og'irligining 10-20% ni tashkil etadi. Adipozitlarda esa 70%, nerv to'qimasida 50%, jigarda esa 10-13% ni tashkil etadi. Lipidlarning hazmlanishiga to'xtaladigan bo'lsak, lipidlarning hazmlanishi ovqatning hazm qilish tizimida bir necha bosqichlarda amalga oshadi. Lekin asosiy jarayonimiz 12 barmoqli ichak va ingichka ichakda bo'ladi. Og'iz bo'shlig'ida lipidlar deyarli hazm bo'lmaydi. Faqat oz miqdorda til lipazasi yog'larni boshlang'ichini parchalaydi. Asosan esa bu chaqaloqlarda faol bo'lib, biz uni sut tarkibidagi yog'larni parchalashidan kuzatishimiz mumkin. Me'da, ya'ni oshqozonda bu yerda yog'larning hazmi juda ham kam bo'ladi. Oshqozon lipazasi
triglitserinlarni kichik qismini did va monoglitserinlargacha ajratadi. Xo'sh, ichakdagi asosiy bosqich bu o't va jigar tomonidan amalga oshadi. O't tarkibidagi o't kislotalari yog'larni emulsiya qilish xususiyatiga ega. Bu nima degani? Ya'ni katta yog' tomchilarini mayda zarrachalarga ajratadi. Bu jarayon keyingi yog' parchalanishi uchun asosiy va muhim jarayonlardan biri bo'lib hisoblanadi. Oshqozon osti bezi lipazasi bu eng muhim ferment, ya'ni pankreatik ichak lipaza u triglitserinlarni quyidagicha parchalaydi. Demak, birinchi monoglitseridlar erkin yog' kislotalari hamda kichik miqdorda glitserinlargacha parchalab boradi. Lipidlarning keyingisi hosil bo'lgan mitsellalar shaklida so'riladi. O't kislotalari yordamida yog'lar mitsella hosil qiladi. Bu ularni ichak devoriga yaqinlashishini osonlashtiradi. Sutkasida 70-100 gram yog'lar iste'mol qilinadi. Uning 3 dan 2 qismi hayvon, 3 dan 1 qismi esa o'simlik yog'lari bo'lib xizmat qiladi. Yog'lar bilan birga yog'da yuruvchi vitaminlar ham qabul qilinadi. 40-50% yog'lar to'liq parchalanadi. 3-10% gacha yog'lar esa parchalanmasdan qayta so'rilish xususiyatiga ham ega. Chaqaloqlarda yog'larning hazmlanishi. Go'daklar oshqozonida biz bilamizki, pH miqdori 4,5 atrofida bo'ladi. Ona sutidagi yuqori emulsiyalangan yog'lar hazmlanadi. Qizil yunga tishli qavatlarda emish vaqtida lipazani sekretsiyalari va oshqozonda uning ta'sirida yog'lar parchalanadi. Lipidlarning juda ko'p sinflari mavjud. Ulardan biri yog' kislotalar. Yog' kislotalar biz bu mavzuni oldin organik kimyoda karbon kislotalar deb tanigan bo'lsak, biokimyo fanida esa yog' kislotalari deb nomlanadi. Ular odam lipidlarining deyarli barcha turini hosil qilishda qatnashadi. Odam organizmida asosan juft uglerod atomini saqlovchi yog' kislotalari uchraydi. Uglerod atomlari soniga ko'ra 3-sinfdagi yog' kislotalar mavjud. Qisqa zanjirli, o'rta zanjirli va uzun zanjirli. Qisqa zanjirli demak uglerod atomi 6 dan 6 gacha bo'ladi. Bu mo'y kislota, sirka kislotalari misol bo'la oladi. O'rta zanjirlikda esa 6-12 uglerodli laurik kislota misol bo'ladi. Uzun zanjirlik esa 12 dan ko'p uglerodli miritsin, palmitin, stearin kabi uglerodlar misol bo'ladi. Qo'shboq saqlashiga ko'ra esa turlar tuyingan hamda tuyinmagan guruhlarga ajratiladi. Tuyinmagan qo'shboq, ya'ni bir bog'li yoki qo'shboqli bo'lishi mumkin. Bularga demak qo'shboqlik omega 6, omega 3 ni misol qilishimiz mumkin. Bir qo'shboqlik esa omega 9 ni misol qilishimiz mumkin. Ovqatda tuyinmagan yog' kislotalarining yetarli bo'lishi zarur. Agar ular yetishmasa, turli xil kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Masalan, biz doimiy ravishda, demak, har xil brend ostida chiqayotgan yog'lar, ya'ni gidrogenlangan yog'larni ko'p iste'mol qilishimiz, ya'ni tuyintirilgan yog' kislotalarini saqlaydigan moddalarni haddan ortiq ko'p iste'mol qilishimiz natijasida, ya'ni ovqat pishirishda faqat shunday yog'lardangina foydalansak, tuyinmagan yog' kislotalar, jumladan arachidon yog' kislotasining yetishmovchiligi kelib chiqadi. Arachidon yog' kislotasining yetishmovchiligi natijasida esa tomirlarda prostosiklin moddasi sintezi kamayadi. Prostosiklin moddasining organizmimizga qanday ahamiyati bor? Prostosiklin moddasi organizmimizdagi qon tomirlarda tromb hosil bo'lishini oldini oladi. Agar bizda arachidon yog' kislotasining yetishmovchiligi kelib chiqsa, prostosiklin moddasining sintezi kamayib ketadi va trombozlar rivojlanib, koronar arteriyada koronar sindromi rivojlanishi mumkin bo'ladi. Bu esa keyinchalik insonni hattoki o'limgacha ham olib kelishi mumkin. Keyingi guruhimiz esa glitserolipidlar. Bu guruh lipidlari glitserin 3 atomli spid va 1 dan 3 gacha yog' kislotalarining birikishidan hosil bo'ladi. Bitta yog' kislota biriksa monoglitserol, ikkita yog' kislota biriksa diatsil glitserol, 3 ta yog' kislota biriksa triatsil glitserol deyiladi. Glitserolipidlarda demak taglar organizmdagi yog'larning zaxira shakli hisoblanadi. Ochlik paytida shular parchalanib, bizga asosiy energiyani yetkazib beradi. Glitserol fosfolipidlar, glitserin, yog' kislotalar, fosfat va qo'shimcha guruhlardan tuzilgan lipidlar bo'ladi. Ular asosan hujayra membranasida uchraydi. Premanlar o'zida ko'p marta izopren qoldig'ini saqlovchi lipidlar hisoblanadi. Polikeptidlar esa o'zida ko'p keton guruhlar saqlaydigan lipidlar guruhiga misol bo'la oladi. Sfingolipidlar o'zida uglerod atomi 18 tagacha
18 uglerod atomi sfingogiyazin spirti va yog' kislotasi birikmasi seramidni saqlaydi. Seramidga fosfatilxolin biriksa, sfingomiyelin, agar glyukoza biriksa, glikoserulozid, agar galaktoza biriksa, galaktoserulozid, bir nechta uglevodlar biriksa, globulozid, bir nechta uglevod bilan birga sial kislota biriksa, gangliozid, uglerod sfingolipidlar, sulfat guruhi biriksa, agar sulfatidlarni hosil qiladi. Sial kislota eritrositlar yuzasida manfiy zaryadlarni hosil qiladi va eritrositlar qonda bir-biriga yopishib qolmasligini ta'minlab beradi. O't suyuqligi va o't kislotalarining ahamiyati. O't suyuqligi biz bilamizki, jigarda ishlab chiqariladi. U o'z tarkibida o't kislotalari, xolesterol, suv, pigmentlar, fosfolipidlar va boshqa moddalarni saqlaydi. O't kislotalari jigarda eng muhim ferment, ya'ni 7-alfa gidroksilaza va boshqa fermentlar ta'sirida sintezlanadi. Lekin asosiy fermentimiz 7-alfa gidroksilaza hisoblanadi. Odamda xolat va xenodezoksixolat o't kislotalari sintezlanadi. Bular birlamchi o't kislotasi hisoblanadi. Ular jigardan o't kislota tuzlari yoki konglyatlari hosil qiladi. O't suyuqligi bilan ichakka tushib, yog'larni emulsiyalaydi. Lipoza fermentini faollaydi va yog'larning so'rilishini amalga oshiradi. Ya'ni yog'larning so'rilishini tezlashtirib beradi. Ichakda birlamchi o't kislotalar bakteriyalar ta'sirida oksidlanib, ikkilamchi o't kislotalar litoxolat, deoksixolatni hosil qiladi. Keyin 5% qismi najosga chiqib ketadi. Qolgan qismi yana qaytib qonga so'riladi va yana qaytib jigarga borib, birlamchi o't kislotalarini hosil qilishga yordamlashadi. Bu enterogepatik sirkulyatsiya deyiladi va har bir o't kislota bu sikldan kamida 5-8 marta o'tadi. Steatorya bu qanaqa kasallik? Bu normal holatda biz bilamizki, ovqat tarkibidagi lipidlarning 95% qismi hazmlanib, qonga so'riladi. Qolgan 5% qismi qaytib najos orqali chiqarib yuboriladi. Steatoriyada esa najosdan chiqadigan lipidlarning foizi 5% dan ortib ketadi. Bunda demak qanday holatlarda bu kasallik kelib chiqishi mumkin yoki qanday kasalliklarda bunday holatlarni kuzatishimiz mumkin? Birinchisi, pankreasda kasalliklarda, ya'ni lipoza ichakda kam tushadi va yog'lar hazmlanmaydi va najosga o'tib ketadi. Keyingisi arlistat, ya'ni hozirgi kunda ayollarimizning sevuvchi ozdiruvchi dorilardan bo'ladi. Bunda ko'p qabul qilish natijasida lipoza faolligi pasayadi va yog'lar aksariyat holatlarda qonga so'rilmaydi, najos orqali tashqariga chiqarib yuboriladi. Keyingisi o't kislotalari yoki o't suyuqligining ichakka kam tushishi. Bunda yog'lar emulsiyalanmaydi va hazmlanmaydi va buning natijasida yaxshi so'rilmaydi. Keyin esa yaxshi so'rilmagandan keyin biz bilamiz, bu najos orqali yana tashqariga chiqarib yuboriladi. Ichak kasalliklari hisobiga yog'lar va boshqa moddalarning kam so'rilishi najosda yog'lar miqdorining oshishiga sabab bo'ladi. Keyingisi esa ratsionda juda ham ko'p yog'li ovqatlarning iste'mol qilinishi, turli xil hazmlanmagan yog'larni iste'mol qilishi. Masalan, Janubiy Amerikada uchraydigan xoxobo o'simligining urug'idan olinuvchi yog'lar deyarli inson organizmida hazmlanmaydi. Bunday kasalliklar yuzaga kelganini biz qanday bilishimiz mumkin? Birinchisidan najos oq bo'ladi, oqaradi najos, suyuq bo'ladi, hamda undan qo'lansa hid keladi. Bunda biz steatoriyada xushsuhba qilishimiz mumkin. Lekin najosdagi yog'larni biz 5 kun davomida qayta va qayta laboratoriyadan o'tkazishimiz kerak. Unga steatoriya kasalligini tashxisini qo'yishimiz uchun. Agar najosda chiqadigan yog'larning foizi 5% dan ko'p bo'lsa, biz unga steatoriya diagnozini qo'yishimiz mumkin. Bunda esa davolash maqsadida biz buni birinchisi uning kelib chiqish sababini aniqlaymiz. Aynan nimaga bu kasallik kelib chiqyapti? O'sha organizm qayerda xato qilyapti? Nima yetishmovchilik natijasida kelib chiqyapti? Buni aniqlaymiz va ularga lipidlarning hazmini yaxshilash uchun lipoza fermentini ovqatga qo'shib beramiz. Endi mana steatoriya kasalligidan slaydimiz, ya'ni ovqat lipidlari kelyapti. Demak, bu yerda jigarga, pufagi, pankreasga hammasiga bog'liq jarayon bo'lib hisoblanadi.
O't kislotalarining inson organizmidagi ahamiyati. Ya'ni o't kislotalari bizning organizmda demak yog'larni neytrallash, yog'larni emulsiyalash, lipazani faollash, yog' kislotalarimizning so'rilishida ishtirok etadi, bakteriya ta'sir etadi va ichak motorikasini faollashtiradi. Keyingisi esa ekskretor vazifasini ham bajaradi. Yog'larning hazmlanishining boshqarilishi bunda ko'rib o'tishimiz mumkin. Chaqaloqlarda yog'larning hazmlanishi. Go'daklar oshqozonida biz yuqorida ham aytib o'tdikki, pH 4.5, ya'ni 5 dan iborat bo'ladi. Ona sutida yuqori emulsiyalangan yog'lar hazmlanadi. Qizilayotgan shilliq qavatlarida emish vaqtida lipazani ekstraksiyalaydi va oshqozonda uning ta'sirida yog'larimiz parchalanadi. Va shuning natijasida chaqaloqlarda yog'lar hazmlanadi. Apolipoproteinlarning vazifasi. Xo'sh, lipoproteinlar strukturasini shakllantiradi, hujayralarda retseptorlar bilan bog'lash funksiyasini bajaradi va fermentativ faolliklarga ega. Ammo oqsillarga misol qiladigan bo'lsak, demak, xlomikronlar zichligi juda past lipoproteinlar, zichligi yuqori lipoproteinlar misol bo'la oladi. Yog'li ovqatlarni qabul qilgandan so'ng 2 soatgacha alimentar giperlipidemiya kuzatiladi. Uning maksimal darajasi 6-8 soatgacha davom etadi. 12 soatdan so'ng esa qonda butunlay yo'qoladi. Qon zardobida me'yorlar 0.55 va 1.65 millimol taqsim litr yoki 50-150 milligram taqsim foizga teng bo'ladi. Yog'larning ekstretsiyasi taxminan 5% triglitseridlar va yog' kislotalar organizmdan o'zgarmasdan najas orqali chiqarib yuboriladi. Teri bezlari orqali qisqa zanjirli suvda eruvchi yog' kislotalar, yog' bezlari orqali neytral yog'lar, xolesterin efirlari, erkin yog' kislotalar ajraladi. Oz miqdorda ko'chayotgan epidermis hujayralari bilan ajraladi. Teri kasalliklarida ularning ajralishi kuzatiladi. Ularning ajralishi kuchayadi. Oshqozon ichak yo'llarida hazmlangan 98% yog' kislotalar va glitserinlar so'riladi. Qolgan qismi esa najas orqali ekstraksiyalanadi. Bir sutkada najas bilan taxminan 5 gram yog' kislotalar ajraladi. Ularning yarmi mikroorganizmlarning mahsuloti bo'lib hisoblanadi. Siydik orqali qisqa zanjirli yog' kislotalar, sirka, mo'y, valiran kislotalar hamda oksimoy va atsitosirka kislotalar ajraladi. Ular sutkada taxminan 3-15 milligram ajralib chiqadi. Ularning ko'p miqdorda ajralishi lipolit, nefrozda, suyaklar sinishida, siydik yo'llarida kasalliklarda kuzatishimiz mumkin. Shunday kasalliklarda ularning ajralib chiqishi miqdori oshib ketadi. Bolalarda yog'lar almashinuvi, chaqaloqlarda, go'daklarda jigarning tashqi sekretor funksiyasi yetmaganligi va pankreatik lipazaning sustligi natijasida triglitseridlar hazmlanishi va so'rilishi juda ham sekin kechadi. Yetilib tug'ilgan chaqaloqlarga 85-90% gacha, chala tug'ilgan chaqaloqlarda esa 60-79% gacha yog'lar o'zlashtiriladi va steatoriya kuzatiladi. 3 oylik bolada bir sutkada najas bilan 3 gram yog' ajraladi. Keyinchalik bu ajralish 1 gramgacha kamayib boradi. Yog' zaxiralarining saqlanishi. Yog' zaxiralari biz bilamizki, asosan teri osti yog' qavatida, charvi, buyrak atrofi va boshqa joylarda kuzatiladi. Shuning uchun biz iste'mol qilayotgan yog'larimizga yarasha shuncha kilokaloriyani chiqarib berishimiz kerak. Biz bilamizki, iste'mol qilingan yog'ga nisbatan kam harakat qilib, kam energiya sarflasak, aksariyat zaxira sifatida teri qavatida to'planib boradi. Shuning uchun iste'mol qilingan lipidlarimizga yarasha unga shuncha harakat qilib, ularni organizmda to'planib qolmasdan energiya sifatida chiqarib yuborishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Shundagina biz hozirgi kunda global muammolarimizdan aylanib boradigan semizlik kasallikka chalinmaymiz. Vazifalarga to'xtaladigan bo'lsak, demak, energiya, a'zolarni tashqi ta'sirdan himoya qiladi, tana haroratini bir me'yorda ushlab turadi, suv almashinuvida qatnashadi. Masalan, 100 gram yog' oksidlanganda 107,1 ml
suv hosil bo'ladi. Yog' to'qimalari lipozalar, triglitserid lipozalar, diglitserid lipozalar, monoglitserid lipozalarga bo'linadi. Yog' to'qimalarida lipolizdan tashqari quyidagi jarayonlar kechadi. Glipoliz, glyukozaning pentazol fosfat yo'li bilan oksidlanishi, Krebs sikli, yog' kislotalarining beta oksidlanishi, yog' kislotalarining sintezi, triglitseridlarning hosil bo'lishi va mobilizatsiya bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Adipositlar membranasida ikkita turdagi retseptor mavjud. Bular katexolaminlar va insulinlar. Quyidagi omil ta'sirida lipoliz kuchayadi. Bular qaysilar? Glukagon, trioksin, glukokortikoidlar va stress, fizik ish qilish, ochlik, demak sovuq qotish kabi belgilar. Xo'sh, lipolizni pasaytiruvchi omillar esa prostaglandinlar hamda nikotin kislotalar ularning lipoliz jarayonini kamaytirib beradi. Yog' kislotalarining aktivlanishini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Ya'ni ularning aktivlanishini, beta oksidlanishini ko'rishimiz mumkin. Tuginmagan yog' kislotalarining oksidlanishi enalaza ta'sir etadigan bosqichida xushbo'y o'z joyida tursa, oksidlanish tugingan yog' kislotalarining oksidlanishi bilan bir xil bo'ladi. Agarda xushbo'y trans holda va 2-3 joyda joylashgan bo'lsa, 3-4 cis 2-3 bo'lsa trans enyl koenzima enzimeraza fermenti ta'sir etadi. U xushbo'y joyi va uning konfiguratsiyasini o'zgartirish xususiyatiga ega. Mitoxondriyada lipidlarning tashilishini buzilishi uzoq kechuvchi gemodializda, uzoq kechuvchi asiduriyada hamda sulfomochivinada karnitin sintezini ta'minlovchi fermentlarning faoliyatining ingiberlanishi, karnitin fermentini nuqsonida ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu mavzumizning davomini keyingi ma'ruzalarda yana davom ettiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.